qaranglar, har bir ishda hikmat bor-da. Boya men telefonimni ekraniga erim o'zini rasmini qo'yib qo'ygan. Men telefonimni ekraniga-da. Keyin aytdim, "Nimaga o'zingiz rasmingizni qo'yib qo'ydingiz telefonning ekraniga?" desam, oshxonada o'tirib tursin degan edi. Keyin boya baliq yeb qaytayotganimizda pastdagi do'mi tagida skameykada o'tirsam, mana shu telefonim qolib ketibdi. Pastda. Hozir eshik taqilyapti. Soat necha bo'ldi? 3 bo'lyapti, eshik taqiladi. Keyin qaravoring, qarasam ikkita yosh bola men telefoninglar qolib ketibdi deb olib chiqib beryapti. Buni qarab dokumenti qayerdaligini ham bilmayman, baraka topsin. Videoga ham olmadim. Qo'shni bolalarimizda keyin men aytdimki, "Biznikining qayerdan bildinglar?" desam, "Mana qarab, ustida akani rasmi turibdi" deydi. Qarab, akani rasmi turibdi. O'shandan taniganda, "Akani taniymiz, akani rasmi turibdi ustida" deydi. Voy, baraka topinglar dedim. Ketganda ketardi-da, ertaga qidiraydi-da. Qattin toparsiz. Baliqlarga tashlab keldimmi deb o'ylab turardim. Taksida qolib ketsa, taksini ko'chadan ushlardi-ku. Yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketardi. Bolalarga rahmat. Halol-da, halol baribir.